Surroq, siz o'tadi to'y. Azdi, o'tasiz. Bittaga. Noshani hisoblayman. Bittaga. 20 kelyapti, 20 ta bor. Bu qaysi bir alohida tushungan ish markazida bor. Aytdimi? Shu nima bo'yicha endi esdalik bo'lib qoladi-da. To'g'rimi? Keyin o'lib ketgan bilinmay. Qani? Xudoya qarajani sog' bo'lsin, bosh toshdan bo'lsin, maqsadiga yetib, murodiga yetor. Xudoya aql rahmat. Hali ichak-chaqani hisobga olmasa, boshqa narsalarni hisobga olmasa. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlarimiz borlar. Mana bugun Oxin akamlar xonadoniga kelibsiz. Mana bugun o'g'illarini sunnat to'ylariga taklif etgan ekan. O'g'illari ham shu o'z otasining orqasidan ergashib, el-yurtga xizmat qiladigan farzand bo'lib yetdi. Mayli, Adlagim akam aytdi, necha kilo go'sht ichsa ham go'shtligini chaqirganda ada bor edi, Abdurasul bor edi. Ahmad akam ham aytsa bo'lardi, go'sht chiqmaydigan deb. Go'shtga tortib yo'q edi beni chaqirganlardi. Shib. Bo'pti. O'yin bo'lsa, Abduqodir bo'ylab beramizmi?
Aşina köp olur